Hozir biz Counter Strike'da 3000 ta FPS beradigan PNG Drive va Minecraft'ni bemalol shaderlar bilan o'ynasa bo'ladigan super arzon gaming kompyuter yasaymiz. Ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz barchasini bilib olasiz. Xo'p, azizlar, kelinglarda kompyuterimizni tarkibiy qismlari bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Sizlar narxini izohlarda taxmin qilib turinglar. Men albatta aytib o'taman, bitta blok tanasidan foydalanamiz. Korpusimiz mana bunaqangi 3 ta ventilyatorli azidan oppoq chiroyli korpus. Bo'lmasa, azizlar, boshlaymiz. Protsessor, plata, operativ xotiralar va kuler bizga komplekt kelgan. Shulardan boshlaymiz. O'zi komplektda bilasizlarmi? Qora va ikkita mis trubkali kuler turganda, lekin men uni oppoq va mana bunaqangi chiroyli bo'lgan 4 ta mis trubkali kulerga alishdim. Sababi azizlar, bu protsessor Intel Xeon protsessori. Xeon protsessorlari juda ham qizib ketadi. Shuning hisobiga ularni yaxshi sovutish kerak. To'g'ri, bu protsessorga ikkita misli trubkali kuler ham bo'ladi, lekin har ehtimolga qarshi men 4 ta oldim. Chunki buni TDP'si 105 watt. O'zimnikida 135 watt, shuning uchun unda 6 talik. Bunda esa 4 talik yetib ortadi. Xo'p, protsessorga keladigan bo'lsak, Intel Xeon Y5 2673V3 protsessor. Mana ko'rib turganingizdek, 12 ta yadr, 24 ta oqim, stabilniy sovuq toshlardan biri. Plataga keladigan bo'lsak, azizlar, platamiz afsuski men firmasini bilmadim, no name, lekin X99, hozir orqasida adashmasam yozilgan bo'lishi kerak. Mana TG X99 G671. X99 gibridniy plata, DDR3 ham DDR4 ham ketadi. 3 ta NVMe sloti bor, qaranglar. Birinchisi mana full qo'yib bo'ladi. Hozir fokus to'g'rilaymiz. Full NVMe, kichkinasi va o'rtanchasini qo'ysak bo'ladi bemalol. Ikkinchisi mana kichkina NVMe uchun va uchinchisi mana bitta full uchun. Lekin e'tibor beramiz, bu M2 mana bu esa oddiy SATA NVMe. Ya'ni bular ikkalasi M2, bu M2 emas. Ana endi azizlar, birozgina diqqat qilamiz. Bizda 4 jami hisobda 16 GB bo'lgan Samsung firmasidan va Koreyada ishlab chiqarilgan mana Made in Korea operativ xotira plankalari. Yuqorida aytganimdek, platamiz DDR3 da ham, DDR4 da ham bemalol ishlaydi. Bizda afsuski hozircha DDR3. Chunki DDR4 plankalar juda ham qimmat bo'lib ketgan va yana bitta savol tug'ilishi mumkin-da. Nimaga 4 talik? 8+8 qilsak bo'lmaydimi? Albatta azizlar, bo'ladi, lekin bu protsessor Intel oddiy protsessorlardan farqli o'laroq 4 ta kanalda ishlashi mumkin. Ya'ni qaranglar, agar oddiy protsessorni qo'yib 4 tasini ham to'ldirsak, u 2 ta kanalda ishlaydi. Bu bo'lsa 4 ta kanalda ishlaydi. Bu 2 barobar tez degani. Bu juda ham yaxshi. Hali men mana bularni balkim endi aniq bilmayman. Agar boost qilib bilsam, agar chastotasini ko'tarib bilsam, agar chastotasini ko'tarib razgon qilib, zo'r qilib 1800, ya'ni DDR4, deyarli DDR4 qilib beraman. Lekin bu 50. Bilmadim, bu platada bo'ladimi yo'qmi? Platamiz o'zi birozgina oddiyroq ekan, lekin yo'qmas. Shunday ishlatsa agar muammo qilmaydi. Davom etamiz azizlar, bizda Lexardan oddiy SATA 240 GB lik SSD. Afsuski pulimiz faqat shunga yetdi. Agar ko'proq bo'lganda men albatta NVMe qo'ygan bo'lardim. Shuni o'rniga bilasizlar, 128 GB lik SSD qo'ysak ham bo'lardi, lekin juda ham kam edi. Sistemani o'zi yarmini oladi, qolgan narsalar bilan prosta to'lib qolardi. Bunda esa normalniy joy bor. Kelajakda bemalol o'zlari qo'ysalar bo'ladi. Endigi navbat video kartaga bitta DVI, ikkita DisplayPort va ikkita HDMI ga ega bo'lgan Sapphire RX 570 Nitro Plus varianti. Azizlar, bu naqd 14 pin, ya'ni qaranglar, 8+6 pin oladigan juda ham monster video karta. Bundan oldingi videolarimda ham bu narsa chiqqan. Menga juda ham yoqadigan video karta. Adashmasam, modelini bu yerga yozib qo'yishgan. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana Radeon RX 570 4 GB lik. Blok pitaniyaga keladigan bo'lsa, azizlar, bizda GS dan 650 wattlik 80+ bronza yoki Batcherdan 650 wattlik 80+ double forward bor. Endi bularni ikkalasi ham bir xil deyishingiz mumkin. Lekin kelinglarda batafsil ko'ramiz. Birinchidan Batcher. Qaranglar, juda ham chiroyli qora kabelli. Bunda esa rang-barang kabellar, qizil sariq kabellar. Unchalik ham chiroyli turmaydi. Mana bu zo'r ketadi. Lekin endi yuklamani hisoblaymiz-da. 105 watt plus mana bu 200 watt, maksimumda nagruzkada 200 watt yeydi. Korpusdagi ventilyatorlar, SSDlar, operativ xotiralar hammasi yana 50 watt yeydi. Shunda 150 plus 200, 350 watt plus minus bilan 360-370 bo'lishi mumkin.
Endi e'tibor beramiz. Batcherda kim tushunadi, hozir men tushuntiraman. 12 voltli liniyada bizda 32 amper. Bu degani 385 watt degani. Ya'ni batcherni qo'ysak bo'ladi, lekin u na predel ishlaydi. Maksimum kuchida ishlaydi. Nagruzka tushgan vaqtda 100% ga ishlaydi. Endi GS ga keladigan bo'lsak, qaranglar, 12 voltli liniyada bizda 40 amper. Bu degani 480 watt degani. Ya'ni bu zapas bilan ishlaydi. Kelajakda nimadir qo'ysalar, masalan, egasi yana qo'shimcha nimadir qilsa agar, hech qanaqangi nagruzka sezmasdan bemalol xizmat qilib beradi. Shu uchun men buni qo'yishga qaror qildim. Batcheri ham qo'ysak bo'ladi. Hozirda sezilmaydi, chunki 380 watt, bular maksimum borsa 350, 360 boradi. 20 watt plyusga ketamiz, ya'ni zapasga, lekin unchalik ham yaxshi variant emas. Aqlli ishlatsak agar, mana buni qo'ygan ancha yaxshiroq. Va oxirgi narsamiz bu albatta mana bunaqangi korpus. Juda ham chiroyli. O'zim shuni qorasidan ishlataman. Boshda aytganimdek, bir qo'l bilan ochib bilamanmi, yo'qmi, bilmadim. Oppa, sinmasa bo'ldi. Oppa. Qaranglar buni chiroyliligini. Voy, dot. Azzadan 3 ta ventilyatorli juda ham chiroyli bo'lgan korpus. Menga yoqdi, rostini aytsam. O'zim ishlataman, hech qanaqangi nolishlar yo'q. Ventilatorlarni shuni qo'ysak agar shu yerga, ventilatorlarni bemalol tepaga o'rnatsak ham bo'ladi. Mana bu yerda katta massivni setkasi ham bor. Nima ham derdik? Juda ham sifatli korpuslardan biri. Bugun menga Azzadan bitta boshqa korpus keladi, uni ham hali sborka qilib ko'rsataman. Men videoda aytgan yangi Azzadan korpus mana bunaqangi chiroyli torn korpus. Buni ham sborka qildim. Buni yasab ukamga berdim. Xudo xolasa buni ham videosi chiqib qoladi. Aningizlar, sborkamizni boshlasak bo'ladi. Kelinglarda birinchi navbatda albatta soketni ochamiz. Ikkita qisqich bilan mana bunaqangi qisqichlar bilan ochiladi. Bo'ldi. Ana endi asta-sekinlik bilan, ehtiyotkorlik bilan soketni ochib olamiz. Bir qo'l bilan qilish birozgina qiyinlik palakatdi. Lekin sizlar uchun azizlar, mana bo'ldi. Protsessorimizni olamiz, e'tibor beramiz. Protsessorni o'zini mana bunaqangi maxsus belgisi bor. Hozir yaqindan ko'rsataman sizlarga. Mana uchburchakcha R3 deb yozilgan. Endi platada soketni o'zida shunaqangi belgi qidiramiz, qaranglar. Bu yerda yo'q, bu yerda yo'q, bu yerda yo'q va mana bu yerda uchburchak bor. Demak, biz buni teskariga o'girib, mana shunaqangi qo'yishimiz kerak. Xeon prosessorlariga hayron qolganda, nuqul mana shu yozuvlari teskarisiga bo'lib ketadi. Ehtiyotkorlik bilan soketga protsessorimizni qo'yamiz. Bo'ldi, mana joyiga tushdi. O'zi joyiga tushadi, mana. Qaranglar, hech qanaqangi nimasi yo'q, konkretni tushadi va soketni ehtiyotkorlik bilan yopamiz. 1 2 mana bu yeri o'zi qisib qo'yadi. Xo'p, mana bu yerni qisamiz. Okay. Va bunisini ham o'z joyiga kiritamiz. Bo'ldi, azizlar, bizda protsessor joyida turibdi, hech qanaqangi muammosi yo'q. Endi unga kulerni o'rnatsak bo'ldi. Azizlar, halqasini o'rnatib, qo'ldan kelgancha termopastani chiroyli qilib yoyib chiqdim. Ehtiyot bo'linglar, soketga kirib ketmasin. Ana endi kullerni qo'ysak, o'zi u yog'ini tekislab tashlaydi. Bo'ldi, azizlar, men kullerni ham, operativ xotiralarni ham o'rnatdim. Ana endi qiladigan ishimiz buni korpusga qo'yishimiz kerak. Va tayyor, azizlar, platani joyiga qo'ydim, backplate'ini qo'ydim, boltlarni hammasini joyiga qo'ydim. Ana endi kompyuterimizni interfeysini plataga ulasak va blok pitaniyaga qo'ysak bo'ladi. Tashqarida adashmasam yomg'ir boshlandi. Hozir ko'ramiz. Da. Wow. Yomg'ir boshlandi. Yomon emas. Biz esa ishda davom etamiz. Nimalar qildim men hozir sizlarga ko'rsataman. Qaranglar, interfeys uladim. Umid qilamanki, hammasini to'g'ri ulaganman, hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Resetda azizlar, men kullerlarga qo'shib qo'ydim, hali ko'rsataman. Men bu knopka yordamida podsetkasini o'zgartirsak bo'ladi. Va blok pitaniyani ham qo'ydim, hamma kabellarni uladim, hech qanaqangi muammolar bo'lgani yo'q. Ana u kolxoz bo'lib turadimi, nima menimcha, korpus o'ziniki ekan. Okay, endi orqasiga e'tibor beramiz. SSD ni o'zini qo'yadigan maxsus joyi bor ekan, qaranglar, mana bu yerda SSD deb yozilgan. Qo'ydim. SATA kabelini pastdan o'tkazmoqchi edim, mana birinchi pastdagi slotimizga, lekin video kartamiz bunga aslo yo'l qo'ymaydi, chunki gabaritli video karta mana bu yerda xalaqit beradi. Shu uchun kolxoznik qilib tepadan o'tkazdim. Mana bu yerda Matinskiy platani kabeli bilan ketadi, lekin stashkaga olmadim, chunki buni o'zgartirish mumkin, olish mumkin. Короче, muammo bizga kerak emas. Shundoq turadi. Asosiysi korpusimiz yopilsa bo'ldi, chiroyli bo'lib turadi. Korpusning o'zini mana bunaqangi kanali bor ekan, kabel menejment qilish uchun bu tomonda ham bor, lekin afsuski bizda faqat ikkita stashka qoldi. Hali bilmadim bularni ishlatamanmi yo'qmi. Agar ishlatmasam, men shu yerlarni ham chiroyli qilib olsak masalan bo'ladi. Vroji hammasini aytdim. Qaranglar, hozir masalan resetni ko'rsataman. Resetimiz qayerga kelgan edi? Mana bu yerga kelgan. Mana
reset shu yerga ulab qo'ydim. Podsetkasini o'zgartirish uchun. Va korpus ventilyatorlari mana bunaqangi blok pitaniyaning SATA kabeliga uladim. Xuddi shu kabel SSD ga kelgan va blok pitaniyaga qarab ketgan. Qolgan ortiqcha kabellarni bir yerga yashirib qo'ydim, balkim kelajagida ishlatadilar. Короче, bizda hammasi tayyor. Asosiysi krishkamiz yopilsa bo'ldi. Krishkani yopamiz, video kartani qo'yamiz va sistema o'rnatsak bo'ladi. Kompyuterimiz tayyor. Hamma narsani o'rnatdim, hamma narsani qo'ydim. Vro'ji hammasi joyida. Hech qanaqangi muammo ko'rayotganim yo'q. Bo'ldi, endi birinchi marta yoqib ko'rsak bo'ladi. Azizlar, afsuski yonimda HDMI yoki DisplayPort kabel yo'q ekan, lekin menda VGA bor va AliExpressdan olgan mana bunaqangi VGA ni DisplayPortga o'tkazadigan perihodnik bor. Umid qilamanki ishlaydi. Monitorimiz X-Stage dan. Buni afsuski faqat VGA va HDMI sloti bor. DisplayPortda ishlatsa bo'lmaydi. Mayli, umid qilamanki hammasi ishlaydi. Kompyuterimiz tayyor. Men buni stashkaga oldim, chiroyli turishi uchun, xalaqit bermasligi uchun. Xo'p, ana endi kelinglarda buni video kartaga ulaymiz. Deshmasam, bunaqasiga mana bo'ldi. Yoqamiz va yulduzlar birinchi marta yoqib ko'rishim, umid qilamanki ishlaydi, hech qanaqangi muammo qilmaydi. Let's go. Juda ham chiroyli yonar ekan. Wow, просто wow. Qaranglar. Sapfir degan yozuv ham yonadi. Asosiysi bizda kartinka bo'ladimi yo'qmi hozir ko'ramiz. Adashmasam SSD da sistema bo'lishi kerak. Sistemaga kirib ketsa muammo bo'ladi-yu, lekin nimadir ko'rsatish kerak-da. Chetda uzoq ketdi. Sap. Bo'ldi. Azizlar, Windows sistemaga ketdi. Demak, hammasi normal, hammasi ishlayapti. Aytgancha men buni ko'rish kerak. Okay. Bu ham ishlayapti. Wow. Podsetkalar chiroyli ekan, menga yoqdi. Juda ham. No, o'chib yonishi g'alati ekan. Menda bittada o'zgaradi. No, yomon emas. Shishani ortidan qanaqa ko'rinadi bilmadim-u, lekin turishi yomon emas. No, rostni aytsam, men yomonroq ko'rinadi deb o'ylaganim yo'q. Qaranglar, chiroyli turishini, wow. Просто wow. Demak, tonirovanный stiklo ham zo'r ketadi. Bu yerda o'zini sistemasi bor edi, shuning uchun katta ko'rsatyapti. Qaytadan Windows qilish kerak yoki хотя бы driver qo'yish kerak. Driverlarni o'rnatgandan keyin normal ishlaydi, lekin Windowsga besh ketdim. Bu umuman Intel Core 7 protsessori turganda, bu yerda video kartasiz turgandi. Hozir Windows shunda oldida, men bilaman nima qilish dedi. Polni optimizatsiya qilib tashadi, bo'ldi, ishlayapti. Ya'ni bu degani Windows urmasa ham bo'ladi, lekin urgan yaxshi. Chunki Windows jarayonida mana bunaqangi platada bo'lgan hamma chiplar, boshqa narsalar, PCI Expresslar o'rnatiladi. O'rnatilmasa ishlashi to'g'ri bo'lmaydi. Har doim kompyuter yig'dinglarmi, sistemani yangilanglar. Har doim azizlar. Ishlasa ishlamasa, hozir ishlayapti-ku deb qo'ysanglar agar ancha narsa drivers. Masalan, protsessori o'zini mostlari bo'ladi. Ularni hammasiga birma-bir driver o'rnatib chiqish kerak. Lekin Windows 10 juda ham aqlli, o'zi hammasini qilib chiqadi yoki bo'lmasa qo'shimcha dasturlar bor, o'shalar yordamida qilsak bo'ladi. Bo'lmasa biz Windows urishi va dasturlar o'rnatishni boshlaymiz. Shundoq bo'lsa-da, sistemamizga bir qaraymiz azizlar. Y52673V3 2.4 GHz dan boshlanadi, 3.1 gacha. Xo'p, 12 ta yadro 24 ta oqim, hammasi normalniy. Operativ xotiraga qaraymiz. DDR3 16 GB, to'ba 1300 MHz. Mayli, sistemani yangilagandan keyin o'zgaradi degan umiddaman. 24 ta gnezdo ko'rsatyapti. Bizda esa 4 donagina gnezdosi bor xolos. Xo'sh, azizlar, bu yerda video karta yo'q, chunki video kartaning driveri yo'q. Microsoft bazaviy video driver bilan ishlayapti. Xeonning o'zida e'tibor beramiz azizlar, video выход bo'lmaydi hech qachon, chunki Xeon video karta protsessorlarida diskretniy video kartasi yo'q. Har doim mana bunaqangi qo'shimcha video kartadan foydalanish kerak. Minersga qanaqangidir variantlar umuman to'g'ri kelmaydi. Ularda video выход o'zi yo'q, protsessordan chiqadi. Bunda esa protsessordan chiqadigan joyini o'zi yo'q. Nimadir tushungan bo'lsanglar tabriklayman, nimadir tushunmagan bo'lsanglar hech qisi yo'q, o'zim ham tushunmadim. Azizlar, men kompyuterimizga sistema o'rnatdim, kompyuterimiz stabilniy ishlayapti, mana hammasi normalniy, hali hech narsa yuklaganim yo'q, oddiy sistema, ba'zi bir dasturlar. Operativ xotiraning chastotasini men 1600 qilib qo'ydim, undan baland qilish birozgina xavfli deyapti, shuning uchun ham 1600 da turgani yaxshi. Hammasi normalniy, hammasi stabil ishlayapti, video kartaga driver qo'ydim, mana zo'r. Ana endi o'yinlarda tekshirib ko'rsak bo'ladi. Minecraftda bizda 700 ta FPS beryapti. Bu shadersiz oddiy Minecraft dunyosi.
Shader bilan esa 250 ta FPS orasida mellow shader juda ham chiroyli. Standartning nastroyka 8 ta chunk ochilgan, 12 ta chunk generatsiya qilinyapti. Counter Strike 1.6 o'yinida bizda o'rtacha hisobda 800 ta FPS, lekin o'yin juda ham silliq keladi. O'ynash biram maroqli. Bilaman, o'yin juda ham oddiy, juda ham oson, lekin menga yoqdi. Boshqa kompyuterga nisbatan bu yerda qanaqangidir o'zimni qulayimni topdim. Mazza qilib o'ynasa bo'ladi. Endi o'yinimiz azizlar BeamNG Drive. Juda ham ko'pchilik mana shuni tekshirish yozgan. Standartni zaezd, hech qanaqangi modlar yo'q. Prosta kartani o'zi svobodni hozir ko'ramiz. Normalni o'ynasa bo'ladi. FPS qanday ko'rishni bilmayman, lekin kamida 100 plus FPS beryapti. Balkim 200 plusdir. Xo'p, botlarni qo'shib ko'raylikchi, o'zini o'yin qanday tutar ekan. Let's go. Birozgina qotishlar bo'lishi mumkin. Zagruzka vaqtida xo'p, yuklanyapti va bu normalni avariya ham bo'ldim men. Mashinani o'zgartirib ko'ramiz. Qani Ana endi azizlar diqqat qilamiz. Kompyuterimizning narxi. O'zi bunaqangi protsessorlar monitor sichqoncha va klaviaturasini qo'shmagan holda hisoblaydigan bo'lsa, где-то $300 dan boshlanadi. Bizaga esa bu kompyuter 2.600.000 so'm, ya'ni $200 dan birozgina o'tgan holatda tushdi. Juda ham ideal narx. Albatta bu yerda ko'plab faktorlar o'z rolini o'ynadi. Masalan, operativ xotira DDR3 da bo'lganligi uchun arzonroq chiqdi va biz kerakli vaqtda kerakli joyda bo'ldik. Nima deydi? Ba'zi bir narsalarni juda ham arzon topdik. Obunachimni o'zlari ham menga topib berdilar. Xullas kalom 2.600.000, deyarli $200. Menimcha idealniy variant. Va albatta azizlar, agar sizga ham kompyuter kerak bo'lsa, bemalol mana shu ekrangizda ko'rib turgan Telegram profiliga murojaat qilishingiz mumkin. Kompyuterni yig'ib, uni barcha kerakli sinovlardan o'tkazib, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Xullas kalom azizlar, bizda mana shunaqangi rezultatlar, hali voqealar rivojini men yana kanalga qo'yib boraman. Barchaga xayr.